600 yetaveramizmi azizga? Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilyapsiz? Go'zallik yarataman. Nima ish qilasiz endi? To'xtamay aytaman. Etik. Siz kosmetologsiz, chunki bizdagi kosmetologlar ko'p chiqadi. Topolmadingiz. Ulamachimi? Nima ulaysiz endi? To'klarni ulaysizmi? Soch. Soch ulaysiz. Asosan bilasizmi, biz qizlar kichkinaligimizdan kalta soch uzun bo'lishini xohlab, ana kolgotkalar kiyib sharshara soch qirardik. O'sha ishni men qilaman. Orzular amalga oshiraman. Eng qimmatli boyligingiz. Bebaho boyligim bor hozir. Mittivoy. Mittivoy? Bu haqiqiy, haqiqatdan mitti ekanlar. Kameraga sig'atganlarmi? Bunday o'xshaymiz. Otingiznimi? Firdavs. Voy mashalloh, buni nima bilan boqasiz? Mehr bilan, mehr bilan. Ona mehri bilan. Oylik daromad. Ilhom parilari kelganda daromad ham shuncha. Ilhom parilariga qarab 2000 dan 5-6 minggacha dollarda. Ko'p pul insonni buzadimi? Menimcha insonni pulsizlik buzadi. Rahmat, sizlar ham charchamanglar.